Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Articraft serverini Anarxa 2 da o'ynaymiz. Qani bo'lsam boshladik. Xullas, bugungi bizani maqsadimiz birinchi navbatda o'sha men bu pulni ko'paytirish va mayn qilish. Keyin o'sha bazamizni normalroq qilish. Agar bu hozir YouTube'dagi birinchi videoyim. Shuning uchun agar like va podpiskani bosib o'sha unda qo'lchani qizartirib qo'ysanglar, bundan ham zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, hozirda biz inventarimizni mana shunaqa qilib to'ldirib qo'yganmiz. Agar siz ham shunaqa qilsanglar, umuman mayli, mana bunaqa kerak toshlar yig'ilib qolmaydi. Imperator Kirkani hozir Vibe'dan keyin как раз men bu tokenlarga skidka ketyapti. O'shanga tokenlarni olib, o'sha arzonga olsanglar bo'ladi. Короче, mana shu tokenga shoptondan tak o'sha spawnerlar или mana shu Imperator Kirkalarni ham bemalol qulay narxlarda sotsangiz bo'ladi. Hozir esa bizda qozish time. Xullas, mana qazib ham oldik. Endi nimagadir bilmadim, nimaga, lekin orada server otordi meni. Shuning uchun bir 5-6 minutlar maynda qila olmadim. Agar o'zingizlar ham serverda maslahatim kirib o'ynanglar, lekin oldinchilar biladi. Oldin o'sha Telegramda ham hozir mana yozib qo'yishgan. Maynda hozir resurslar kam. Oldinlari masalan o'tgan Vibe yoki iyuldagi anaqalarda o'sha server o'sha payti resurslar ancha ko'p edi. U payt bunaqa katta anaqa bo'lmagan, tepada bitta, pastda bitta alohida kichkina shaxta edi, lekin normalniy anaqa edi. Resurslar tushib turardi. Mayli, nima dirdik. Boriga shukr. Keyin hop tak o'sha boyagi aytgan gapim, maslahatim shu token olib, shu Imperator Kirka mana shop don. Mana masalan men Imperator Kirka 7900 ton coin olganman. Xohlasanglar mana Imperator qilichi yoki shunga o'xshash narsalarni mana olsanglar bo'ladi. Hop, eng maslahat beradiganim shu Imperator Kirka mana bu tuxumlar. Wizard skeleton tuxumlari, qarab shunaqa. Hop, keyingisi men bu skinim, e'tibor bermanglar. Skinim o'zi boshqacha edi. Ana shu profilimdagi rasmi turgan skin edi o'zi. Chota men bu skin setdan men bu condonings qilib qo'ygan edim. Lekin qaytara olmayapman endi joyiga. Shu turshi qilib ketdim. Hop, endi qaranglar, yana bitta tavsiyam sizlarga. Shunda men bulardan har bitta rudadan 9 tadan olib qo'yasizlar. Hop. 9 ta izimrod. 9 ta almas nima qilyapman? Hop. 7, 8, 9. Almas va almasini qo'yib qo'yman. 9 tadan qo'yib qo'ysanglar, keyingi mana shu mayn sekundlar tugaguncha sizlar mana shu boyagi boshda ko'rsatgandek shunaqa to'ldirib olsanglar, toshlar yig'ilib qolmaydi. Endi bu yerga shunaqa yoqmaydi. Bu yerga kirasizlar, mana sotib olamiz, soqqa. To'g'risini aytsam, men mana shunda anaqa ruda mana shunda emas, endi men 4 ta ruda sizlarga umuman kerak bo'lmaydi, to'g'risi. Chunki bularda mana почти foyda yo'q bo'ladi. Agar Vibe'dan keyin bularda normalniy boshlab olsa bo'ladi. Chunki bularni o'sha katta men bu rank bor maynerlarni anaqasi orqasidan yurib, короче,
Shunaqa qilib olib, keyin men bu shopda emas, shopni o'zidan mana deydi, o'sha Emeraldda 5000 tangaga sotib olib, keyin shaqqa 0 ga kuchayib ketsa bo'ladi. Keyin shunaqa gaplar. Endi hop, mana 396 300 sekundlik 5 minutdan keyin kelamiz. Shungacha uyga borib kelgan nimadir bo'larmikin balkim. Hop. Aytishim mumkin nima uchun kontrast baland, yorug'lik ko'p desanglar, ko'rib turgan bo'lsanglar, hamma joy obsidian bilan o'ralgan. O'shaning hisobiga kontrast baland qilib qo'yganman, obsidianni ko'rish noqulay. Bile. PC ga qo'shib qo'ymabdilar va yo'q. Nimasi keldi? Voy, bu ham boshqatdan PC qo'yib qo'yibdilar. Va endi kirishlarni kutaman. Короче, teammate'im PC qo'yib tashabdilar, mayli. Hop, demak, homdan naqa yo'q. Endi sizlarga tanishtirib chiqaman. Hop, spam. Hop, hozir qish. Mana shu hayotdagi faslimizga moyil holda qish. Hop, sizlarga maslahatim, shu boyagi aytgandek ranki bor, sizlar mana shu agar pullar sal kamroq bo'lsa, mana shu ranklardan sotib olsanglar, o'zingizlarga yaxshi. Bir ana serverda bir o'rninglar bo'ladi. Hamma joyda sizlarni talab tashashmaydi, no. Ko'rib turganingizdek 30 kun adashib ketmanglar. 30 kun. Agar Telegramga kirsanglar, bir umrliklarni ham sotib olasizlar. No, bana Baltop. Agar serverga endi kirgan bo'lsanglar, sizlarga mana bu o'rinda aytib qo'yay. Baltopda Vibe har oyda server boshqatdan qayta restart bo'ladi, hamma narsa o'chiriladi. O'shanda, nima deydi, mana shu top 3 talikka, mana bu top 3 ta emas. Mana bu top 3 ta anaqa beriladi, donat. Birinchi o'ringa imperator, ikkinchi o'ringa general, uchinchi o'ringa afsona. Bu anarxiya 2 dan anarxiya 1 da ham xuddi shu holat. No, hozircha biz agar team bo'yicha hisobga olsak, hali 4-o'rindamiz mana. 4-o'rindamiz. No, Vibe'dan keyingi yaxshi natijalar. Hop, men bormikanman? Afsuski men yo'q ekanman. Rahat qo'y. Короче, keyin var PvP. Mana xohlaganingizcha PvP qilib, mashinadan ham kuchayib ketsanglar bo'ladi. No, men to'g'risi PvPda unchalik yaxshi emasman. Omadim kelmagan bu PvPda. Tak shu uchun ham tinchgina yo farming yo miningda qolaverganman. Hop, 5 minutdagi warp post. Buni endi agar serverda endi kirgan bo'lsanglar, bilsanglar kerak. Warp post degan anaqa nima deydi, yangi arena qo'shilgan. Soat 12:00 da 18:00 da boss ana qishloqqa chiqadi. Shunda agar birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarga 2000-3000 tokenlar beriladi. Agar o'sha boss qanchalik ko'p urib uronlar ola olsanglar. Hop, hech zamonda toshli boltani ham sehrlashganini ko'rganmisizlar? Men masalan endi ko'rishim. Nima qilaman buni? Forza ko'mish. Qaytarib oling, kerak emas. Mana bunaqa mana shu bosslarni, PvPlarni mana shunaqa qirollari bo'ladi endi. Ana shularni ehtiyot bo'lish kerak. Hop, endi. Hop. Serverda boya aytganimdek, Baltopda qanaqa qilib yaxshi o'rinlarni olishi, mana deydi, o'zini yo'llari bor. Lekin shu vaqtgacha eng zo'r usul bu bambuk bo'lgan. Bambuk ferma qilish katta. Nima deydi, bambuk fermani endi bambuk narxi keskin tushirildi. Agar mining qilaman desanglar, miningda ham resurslar aytganimdek kamaytirildi. Endi boshqa usullar, masalan, boshqacha farming. O'sha boya aytgandek token olib, ko'p bola spawnerlar sotib olib, ili mana aqdan spawnerlar hozir. Aqdan spawnerlar sotib olasizlar, mana shuni qo'yib qo'yasizlar. Mayli, maslahatim endi avtobayerni yoqib olib, shuni to'g'rasizlar bo'ldi. Soatiga million pul kelaveradi. Shunaqa qilib oshib ketsanglar bo'ladi. Agar farming qilaman desanglar, mana bu yerda
Bayerda ovqat bo'yicha farming qilaman mana ovqatlar narxlarini ko'rib turibsizlar. Endi narxiga qarab, o'zingizlarni qila olishingizga qarab qilasizlar. Avtomatiski mana faqat Afrikada turib qilaman desanglar, bambuka narxi tushib ketdi bu bo'lmasa kerak. Laminariya toshni bo'lmaydi, kaktus yo bu ham bo'lmaydi, xorus yo buni qo'lda olib chiqish kerak o'sgandan keyin. Bu ham nari shakar qamish ham yaxshi variant, lekin sekin o'sadi, ham normal pul qolmaydi. Eng zo'r variantlar mana shu Montblanc'dagi lutlar. Nezerga borib shu anaqa mana shu Ender Pearllardan katta bir ferma qurib qo'ysanglar bo'ladi. Shundan normal pul kelib turadi. Xususan o'zim qilib ko'rganman. 1 soatda bir 15-20 million pul keladi. Keyin magma suyuqlik magma ko'pmas. Mayli. Короче, bu ham agar nazarda omadinglar kelib qolsa buni spawnerga chiqib qoladi. Hop, mana shu boyagi so'rayotganlar spawnerdan tushirgan lootlar. Eng omad mana shu mana barakali deydi-yu. Mana shu barakalilar shu Montblanc'dagi lootlar va manidan qilinadigan anaqalar, resurslar. Qolganini bilmadim. Qolganini men umuman o'zim sinab ko'rmaganman, sinab ko'rmasam ham kerak. Chunki ularni masalan katta ferma qilishinglar kerak-da. Normalniy yo men hozir omadlimi yoki men so'rab oldim. Mayli. Bayerda Montblanc'dagi lootlarda yo zo'minga sotilmaydi-yu, lekin men bu har safar katta talab anaqa buyumlarda almashib turgan payti o'shanda sotiladi. Mayli. Keyin qaror shunaqa qilib pul topib, yaxshigina kuchayib ketsanglar bo'ladi. Tak kran ochib olib, o'sha druzalarni ko'paytirib, qaror kuchayasizlar. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda o'sha bazamizni agar PC qo'shib qo'ysalar albatta, keyingi videoda bazamizni tanishtirib chiqaman sizlar bilan. Batafsil shu videoda aytib o'tgan gaplarimni amaliy tarzda sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Shuning ekan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammanglar ishingizga omad.